Assalomu alaykum Hikvision Soliha guruh kuzatuvchilari. Mana soat millari 10 ga yaqinlashyapti. Kechki 10, 22:00 ga yaqinlashyapti. Biz Andijonda birinchi tochkamizda, 3 tali stadiondamiz. Bu birinchi stadion, ikkinchi stadion, uchinchi stadionimiz narigi pastda. Narigi past tarafda. Hozir ustalarimiz уже bugun mana ulashib, hozir mana kabellarni ulashib, optik tolalarni svarka qilishib, ulashib, xudo xolasa ko'rsatishadi. Duo qilinglar, xudo xolasa inshaalloh mana shu yerda ham topshirib chiqib ketaylik. Bugunga rejalashtirdik. Yetti ko'rsatishdi. Montaj ishlari tugagan, faqat shu optik tolalarni ulab qo'ysak bo'ldi. Ertaga xudo xolasa shu yerda yig'ilish bo'ladi. Yig'ilishda topshiramiz ishlarni. Duoda bo'linglar biz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hikvision Soliha guruh har doim xizmatlaringga tayyor.